Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Hop kelinglar bugungi darsimizda builder pattern haqida gaplashib o'tamiz. Bu builder pattern o'zi nima ekan? Builder pattern bizda bir creational design pattern sinfiga kirib, ya'ni o'shaning guruhiga kirib, bu o'zi nima edi? Obyekt yasash bilan bog'liq naqsh turiga kirib, u murakkab obyektlarni bosqichma-bosqich bizga yasab beradi. Tushundinglar? Misol oddiy qilib aytadigan bo'lsak, bizda konstruktor bor. U konstruktorda biz juda ham ko'p parametrlarni ko'rmoqchimiz. Lekin u juda ham chalkash bo'ladi va juda ham kodni qiyinlashtirib tashlaydi va o'qish ham qiyin bo'ladi. Builder uni oson, tushunarli va bosqichma-bosqich qilib maydalab beradi. Tushundinglar? Uni yozib qo'yamiz biz. Bu bizning bizni obyektni bosqichma bosqich qurishimizga yordam beradigan pattern. Mana bo'ldi. Mana pattern xullas. Endi keyingi qadam bizda keling har doimgidek oldingi darsimizga o'xshab biz oddiy xatolarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchisi oddiy muammo. Juda ham oddiy muammo. Faraz qilinglar, bizda bir user class bor. Class user. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, endi bizda konstruktor bor. Konstruktor bor mana. Nima narsa ham bor mana. Konstruktor bor mana. Tushadi bu. Public mana shuncha ma'lumotimiz bor bizdan, to'g'rimi? Bunda. Yana qo'shib qo'yamiz. Misol uchun job qo'shib qo'yishimiz mumkin. Public job. Public job. Shunday qilamiz. Ko'rdinglar? Shuncha ma'lumotimiz bor. Endi bu yerda oddiy junior qiladigan ishi bo'tdi, const deydi. Const user deydi. Biz ham bunaqa narsa ko'p ko'rganmiz, to'g'ri? User biz ham new yo'qotadigan ikkita patternni ko'rib chiqqan edik tepada. Singleton bilan factoringni. User deydi. Nima deydi? Mana berib chiqaradi hammasini. Ala deydi, mana name'ni o'tdi mana name'dan. Name'ni endi age keldi. 23 misol uchun. Keyin adresga keldi. Adres misol bizda nima? Toshkent juda ham mavhum berdim mayli. Keyingisi phone uchun bu stringga qo'yam. Bu hop. Keyingisi emailda bizda nima beramiz emailga? Misol uchun ali@gmail.com beramiz mana. Xo'p, jobga developer berishimiz mumkin. Mana shunaqa ketib turadi, to'g'rimi? Developer. Hop, misol uchun bu keturdi. Kod to'g'ri ishlaydi do'stlar. Kod mana hozir kiramiz. Kodda to'g'ri ishlashini biz o'zimiz guvohi bo'lamiz. Hamma xayr. Testda Disambotda ishlamayapti. Hozir ham ochamiz unda. Git 5 da. Testda not builder nima? İşlemayapti. Chutda hozir oldingi safar qilgan narsani qilish kerak edi. Xo'sh. CD pattern biza. Da. Kirdi. Endi mana test ishladi. Not builder. Chiqmaydi. Chunki nima chiqmadi? Chunki men user bermadim deydi do'stlar. Hozir userni log deymiz. User bera olaylik mana. Hop, endi biz not builder. Mana bizda ma'lumot chiqdi. User deb chiqyapti, to'g'rimi? Mana name mana shu. Bu chiqyapti. Hammasi chiqyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Hamma ma'lumot chiqyapti. Chiqmayapti emas. Chiqyapti do'stlar. Lekin degan joyi bor.
juda ham ko'p parametr mavjud bo'ldi. Tartibni adashtirib, masalan, tartib adashtirib olish deganda, mana bu yerda masalan Toshkent turgan bo'lsa, bu yerda manzil to'g'rimi? Adres turgan bo'lsa, biz o'rniga nomer berib olishimiz mumkin yoki email berib olishimiz mumkin. Bu nima bo'ladi? Tartibni buzilishiga olib keladi va bu ancha qiyinlashtirib oladi. Ba'zida faqat ikkita ma'lumot kerak bo'ladi, lekin baribir hammasini yozish kerak bo'lib qolgan payt bo'ladi. Masalan uchun oddiy avtorizatsiyani oladigan bo'lsa ham, login qilish, kirishlar bor-ku, shularni oladigan bo'lsa ham, bizda juda ham ko'p ma'lumot, avatar berib qo'yadi. Yana nima berib qo'yadi? Email kerak, phone number, adres beradi, age beradi, name beradi, username beradi, full name, last name, bu narsa beradi. Qayerda o'qigan, masalan, hammasiga qarab ketaveradi-da, nima sotib olmoqchi, nima u adminmi, yo'qmi? Bizga o'zi 3 ta narsa kerak bo'ladi. 3 ta narsa. Email kerak bo'ladi, password kerak bo'ladi va keyin adminligini tekshirmaslik kerak bo'ladi. Lekin juda ham ko'p narsa yozishga biz majbur bo'lamiz. Nima uchun? Keyingi safarlarda biz bular bilan ham ishlashimiz uchun u yoqda. Bu yoqda bizda hozir hech narsa yozadigan bo'lsa, bizga kerak emas bo'lib qoladi-da bular. Tushunasizlarmi? Tushundinglar? Shu paytda bizda builder pattern ishlatilinadi. Builder patternning g'oyasini yozamiz endi. Buni yozib oldik. Bu xatoni ko'rib bo'ldik. Xatoni ko'rib olgandan keyin endi handangidek 2 bizda builder pattern bilan yechib quramiz. Builder pattern yechib. Bu obyektni bosqichma-bosqich quramiz va har bir metod this qaytarib beradi. Har bir metod this qaytarish kerak. Tushundinglar? Mana shunaqa bitta anaqasi bor. Sal o'ylanadigan narsasi bor. Builder patternni this qaytaradi. Chain usulida ishlash uchun, ya'ni zanjir bo'lib ketish uchun ishlatish kerak. Misol uchun, xuddi keling mana shu klassni olamiz biz o'zimiz uchun. Xo'p, mana shu konstruktor, mana shu klassda olamiz, mana shu klassni. Hech kimizdan ushmaydi menimcha. Mana. Keyin buni bu yoqdan chiqazib olamiz. Chiqazib oldik, to'g'rimi? Xo'p. Endi biz majburiylarga majburiy deb berishimiz kerak va mana bu yerda bizga kerak emas bo'lgan narsalar bor ekan. Konstruktor bizda hozircha kerak emas ekan. Mana konstruktor kerak emas bizda hozircha. Nima kerakligini hozir tushuntiraman. Bu kerak emas ekan. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh. Bu yoqqa ma'mula ham kerak emas bizda. Mana qator to'g'rilanadi, ko'rasizlar birinchi. Mana bundoq qo'yaylik. Mana. Va bu yerga unda qo'yib chiqish kerak mana. Ya'ni men o'zim uni to'ldiraman hali. O'zing menga qo'yib beru, qo'ysang-chi degan. Mana. Xatolik ketdi. Ko'rdinglar? Xo'p, keling mana shu ham to'g'rilab chiqish uchun mana bu ham qo'yib chiqaylik-da. Ishonch hosil bo'ladi. Mana do'stlar. Ko'rdinglar mana? Shu bizda struktura. Ya'ni klassning. Endi builder degan joyga kelamiz va bu juda ham muhim joy bo'lsa kerak. Asosiy mana shu bo'lsa kerak o'zi. Builder. Builder klassi. Class user endi bitta narsaga ahamiyat beraylik. Misol uchun klassimiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, misol uchun car bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin bu avtorizatsiya bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin bu nimadir employer bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin user bo'lishi mumkin. Qanaqa bo'lgan taqdirda ham yoniga mana bu builder qo'shishi kerak. Ya'ni bu bildirish turish uchun nimani builder klassligini bildirib turish uchun. To'g'rimi? To'g'ri. Hop, private qilamiz, ya'ni yashirin tashqaridan meros olib bo'lmaydigan qilib user. Private qilib biz ham userni nima qildik? User degan o'zgaruvchiga biz private qilib oldik. To'g'rimi? Ha. Keyingisi bizda konstruktor bo'ladi. Bizda konstruktor sal boshqacharoq bo'ladi. Boshqacha, bizda ko'p o'tgan konstruktorga qaraganda konstruktor boshqacharoq bo'ladi. Masalan, this.user misol uchun. This nimaga ishora qilyapti? Mana bunga ishora qilyapti. This userga. Va bu new userga teng deyapti. Mana. Tamam, tepada user. Mana user. Ya'ni this o'zidan tepasidagi osilib turganiga e'lon qiladi-ku.
This user bizda nimaga teng ekan? New userga, ya'ni bizga yangi chaqirib olishga teng ekan bizda. Bu. Tushundinglar? Tushunasizlar bittaman. Hop, ketdi bizda o'sha set name bo'ladi. Set name. Set name bilan nimadan iborat bo'ladi? Namedan iborat bo'ladi. Hammasini nomiga shunaqa qilib chiqaramiz endi. Misol uchun nima qaytaradi bizga bu? Bizga bu this qaytaradi. O'zi bizda user builder qaytarish kerak. User builder qaytarish kerak. O'zi qoidasi bo'yicha. Endi user builder o'rniga bizda this nimaga murojaat qiladi bizga? This mana shu obyektga murojaat qiladi. Mana shu klassga nima qiladimi? Ilinaladimi? Shundan keyin biz bula olishimiz mumkin o'zimiz uchun. Biz buni ham berib olsak bo'lar ekan demak. Deb berib olishimiz mumkin. Ya'ni buni this bo'ladigan bo'lsa, hozir mana bunga murojaat qilyapti. This bizga yaxshiroq ko'rinadi, keyin ma'muni qaytargandan ko'rib to'g'rimi? Mana o'zingiz uchun olib qarasiz. This name, this user name bo'lishi kerak menimcha, user name teng. Bo'ldi, shu tenglashtirib chiqarasizlar. Bo'ldi, ketaveradi. Keyingisi faqat oxirida return this bo'ladi-da. Ya'ni mana klass o'zini qaytara oladi, tushunasizlar? Klass o'zini qaytara oladi keyingisiga ulash uchun. Xuddi shunaqa biz ko'paytirib chiqamiz. Bu yoqqa bitta. Hozir. Nechta bo'ldi? 3 ta bo'ldi. Nechta kerak bizga? Ha, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta kerak ekan. Ha, 3 ta bo'ldi. Yana bitta, ikkita, 3 ta mana bo'ldi. Set name bo'ldimi? Bizga endi set age kerak. Mana bundan shundoq qilamiz. Set age yozib olamiz mana. Ha, bu yerda name emas, bu yerda age bo'ladi, bu number bo'ladi. To'g'rilab chiqish kerak ekan buni hozir. Bittada age qo'yamiz mana. Va buni bunaqa qilib number qo'yamiz mana. Bo'ldi do'stlar. Olam Guliston. Xo'p, keyingisi email. Hozir emailni bir boshqa email xuddi shunaqa. Mana bitta tushimiz. Email deb yozib qo'yishimiz bo'ladi. Mana bitta faqat email deb ketani ochib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana. To'g'ri ketyapmiz ham do'stlar, to'g'ri ketyapmiz mana bu yerda. 3 ta qoldi. Set name bo'ldi. Email yozib olik, adres. Endi adres yozadi. Adres. Bu yoqda shunaqa bitta. Adres. Hop, keyingisi bizda nima bo'ladi? Ha, yo'qdi. Adres, fon. Mana hop fon deb bitta. Fonni bosib qo'yishim mumkin bo'ladi. Bu to'g'rilandimi? Bo'ldi. Mana bitta biz yozib qo'yamiz. To'g'rilash oson. Bo'ldi. Oxirgisi bizda job. Set job. İşimiz ko'payib ketdi albatta. Demasdan, buni to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Bu to'g'ri, bu mayda ish, ko'payib ketganlik ishi nimadirlar ko'rinishi mumkin, lekin juda ham bu yaxshi, meni tushunarli va adashib ketmasdan qiladi buni, tushunasizlar? Adashib ketmaydi buni. Va bizda yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Kelinglar, ahamiyat bergan narsalarga yozib qo'ying. Shu ahamiyat beradigan narsalar, ya'ni ahamiyatli o'rinlar deb olamiz. Shu bitta. Ahamiyatli o'rinlar. Mana. Har doim klass yoniga, builder klass yoniga builder so'zini qo'shamiz. Keyingisi builder klassida obyekt bu yoqqa unaqa emas. Builder ichida o'z
klassimizni privet qilib olamiz va har bir metodga this qaytaramiz. Keyingisi oxirida build metod yasab userni qaytarib olamiz. Oxirida shu ish qilamiz. Ya'ni builder yozib, build metod yozib, o'shani biz obyekt pulni qaytarib olgan qilamiz. Va biz yana nima deganingni tepada, xo'p, bu yerda bo'ldi shu. Xo'p, hamma yana bitta qilaylik. Builddan oldin deymiz. Builddan oldingi har bir metodga set so'zini qo'yish ana tusiga kirgan. Mana mana shu qo'ysa bizda hamma to'g'ri tushunib kelaveradi. Va bu juda ham tushunarli menimcha. Bitta birinchisi, ikkinchisi. Xullas hozir o'tirmaylik do'stlar, shuni yeylik. Tushunoldik to'g'rimi? Xo'p. Keyingisi builderdan foydalanish joyiga keldik. Mana. Builderdan foydalanish. Builder metod yozib qo'ysak bo'ladi. Asosiy foydalanadigan joyimiz pastda baribir. Shuning uchun yozib o'tganman. Build biz endi bu yerda userni qaytarib olamiz. Masalan, bu ham doim mana qaytarib o'tdik biz. Mana bu yerda user builderni qaytarib o'tdik. Endi biz userni qaytarib olamiz. Tushundinglar? Userni qaytarib oldik va bu yoqda hop userni qaytarib oldik. Va return deymiz. Bo'ldi. Return says tuga. Balanchni yozib chiqamiz deyman. Mana bo'ldi do'stlar. Tushunarli bo'ldi sizlarga. Oxirida ishlatamiz. Builderdan foydalanish deb endi yozsak bo'ladi bemalol. Foydalanish shu ketdi. Builderdan foydalanish. Hop, ketdi const user new user new builder to'g'ri. Biz endi qaranglar. Zo'r joyga keldik. New user deb chaqiryaptimi? Yo'q. New user builder bo'ladi. Hada. Ha. Chunki mana bu narsani biz o'zimizga olganmiz va bu userni biz o'sha chaqira olmaymiz. Shuning uchun user builder bo'ladi. Va shu user builder asosiy nuqtasi bu builder. Ko'rdinglar, lekin juda ham ko'p kod bo'lib ketdi desanglar, shoshmay turinglar, oldin foydasini ko'ringlar, buni zo'rligini ko'ringlar katta loyihalarda. Deb eslatib qo'yaman. Xo'p, tochka. Birinchidan o'zini metodlarni chaqirishga boshlaymiz. Misol uchun set name boshlaymiz. Birinchisi set name. Set name'ga biz ala berishimiz mumkin. Virgulsiz set age 23 berishimiz mumkin. Endi qaranglar, zo'r joy qilamiz hozir. Mana bunda set adres set age phone bo'ladi. Masalan, fonni beraveramiz hozir. İşleydimi yo'qmi ko'rasizlar hozir. Set phone deymiz. Juda bir anaqa bo'tdim. Phone da. Mana. Ishlayveradi qaranglar do'stlar. Ketib turadi, bo'ldi. Hech kimni yeyinayotgani yo'q. Set misol uchun email deymiz. Email o'zim nima qilib. Ala gmail.com deymiz. Va nima qoldi? Job qoldimi? Set job bo'ldi. Developer. Mana. Oxirida biz build chaqirib qo'yishga majburmiz. Build chaqirib qo'yishga majburmiz. Chunki buildni biz qaytarib olganmiz klass. Nima oxirida endi log qilib biz user record qo'yishimiz mumkin bo'ladi. User record qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Nimagadir ishlamayapti. A harfi va zo'rg'a ishladi.
Shu do'stlar, bizni chaqirib qo'ying. Natijada bizda nima chiqadi? Xuddi shunaqa narsa chiqishi mumkin. Hech xavotirga o'rin yo'q. Xuddi shu narsa chiqdi. Chiqdi xuddi shu narsa. Mana mana undefined bo'lib qolgan. Xo'sh. Nimaga undefined bo'lib qolgan? Chunki men bermayman-da uni adresni. Da. Adresni aniq berib yuboramiz. Любой joyga berib yuboraylik do'stlar. Hech kim bizdan urushmaydi. Set adresga mana buni berib yuborishingiz mumkin. Любой joyga berib yuborib siz deymiz. Mana name, age, address, phone, email, job. Ahamiyat beringlar do'stlar. Ahamiyat beringlar. Bizga bor-ku bizga. Mana uslub bilan chaqirib berayotgani yo'q. Mana uslub age qaranglar. Set name, age, address, phone. Set name, address, phone, email, job. O'zi shuni yozib qo'yamiz. Ye. Shuni yozib qo'yamiz, to'xtanglar. Adresni ham shuni yozib qo'yamiz. To'xtang, set name, age, email. Ko'p bo'lsa. Nega mana bu unaqa emasda? Biz shunaqa yozib qo'yamiz. Mana bunga kelinglar, mana shundan Ctrl X qilamizda, mana bunga shunaqa qilib joylab olamiz. Mana. Endi qaranglar. Endi Ctrl J testi not builder. Mana endi qaranglar. Bari bizda shunaqa struktura bilan chiqyapti. Lekin biz ham nima qilgan edik? Bitta bo'lsa bizga ne, to'g'rimi? Bizda qaranglar. Bizcha mana bitta adashtirib yozib olsak ham, bu yoqda adashtirib yozib olgan taqdirimizda ham bu yoqqa chiqmasdi-ku, to'g'rimi? Endi bizda mana bitta hozir biz adashtirib, almashtirib yozamiz ham, nima qilib yozsak ham, bu yerda bizda bir xil chiqyapti. Ya'ni struktura o'sha o'zgarmagan. Birinchi plyus shu. Yechim. Bir qanday yozsangiz ham struktura buzilmaydi. Mana shu narsa yoqadi o'zi. Qanaqa yozib olsa ham buzilmasdan ketaversa-da o'ylash mumkin. Lekin zo'rda shu joyda qo'rasizlar, do'stlar. Mana shuncha bilan yozganingizga achimiysizlar-da. O'zingizlar adashib ketib qolsanglar ham katta bitta loyihada qotganingizda dashmaysizlar. Oq o'qilishi qaranglar, oson. O'qilish oson. Просто yozganmiz, user qilib qo'yganmiz. Mana bu просто user deb berib olganmiz. Oson yo'q. Mana bu user chaqirib olganmiz, просто tenglashtirib qo'y. Konstruktorda nima qilardik? Xuddi shu narsani qilib qo'yganmiz-da. Bo'ldi. O'qilish oson ekan. Keyingi plyus nima ekan? Moslashuvchanlik. Agar moslashuvcha yozdik-ku, mana qanday yozsangiz ham struktura buzilmaydi, o'zi moslashuvchanlik bo'ladi. Katta obyektlar uchun ideal. Immutable obyektlar yasash mumkin. Agar build faqat o'qish uchun obyekt qaytarsa, biz buni boshqacharoq qilib, ya'ni yozishimiz ham mumkin bo'ladi. Immutable versiyadan yozib berardim, faqat juda ham vaqt ko'p ketib qoladi. Shuning uchun do'stlar, immutable da yozishim juda qiyin, lekin agar shunaqa yozadigan bo'lsa, mana build katta ish bajarib beradigan bo'lib qoladi. Mana buildga asosiy ish mana bu tushadi. Lekin mana shunday bo'ldi, sizlar uchun to'g'rimi? Immutable la qo'yinglar. Agar nomada immutable deb qolgan kommentariy yozadigan bo'lsa, uni ham tushuntirib beraman. Lekin mana bu juda ham tushunarli bo'ldi. Salom Habibulloh web bo'ldi. Assalomu alaykum.